tushuning, bir emas ikkitada tushunasizmi, bu sizga signal. Mayli tanasidagi disfunksiya desak, bitta bolada bo'lsa, bir emas ikkitasida shunaqa jarayon bo'layotgan bo'lsa, bu degani sizdan kelayotgan jarayonlar bor. O'shaning uchun keling o'tirib gaplashib oling xo'jayingiz bilan. Xafa qilmasdan, xafa bo'ladi deb o'ylamasdan, xafa bo'lmasdan eshitishga o'rganing. Aynan tilda nuqson bo'lishi bolalarda ko'pincha holatda eshitishida defekt bo'layotgandan kelib chiqadi. Значит, siz yomon gap eshitishdan qo'rqasiz, yomon gap gapirishligidan qo'rqasiz, hatto gapirishligidan qo'rqasiz. O'shaning uchun gap eshitmaslik uchun lutcha gaplashmaslikni tanlaysiz. Shuni hisobiga kelyapti. O'zgartiring hayotingizni, gaplashib olishni o'rganing, chiroyli yotig'i bilan tushuntirishni o'rganing, fikringizni ifodalash uchun demaysiz, ko'proq kitob o'qing, fikr so'z boyligingizni oshiring. Ilmim yo'q, meni tushunishmasa-chi deydigan bo'lsangiz qolib ketasiz. O'zlashtiring, o'rganing, gaplashishni, suhbat qurishni o'rganing, eplolisiz qo'lingiz